Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hurmatli televizor ko'ruvchilar. Qalbdan qalbga nomli programmamizning 18-sonini ko'rishinglarni qizg'in qarshilaymiz. Men Abdullah Yalqin. Qadrli ko'ruvchilarimiz, bu muborak Ramazon oyining har bir kundan boshlab har kuni huzuringizda bo'layotgan programmamiz xilma-xil temalar bilan davom qilyotdi. Alloh subhanahu va taolaning rahmati bilan bugun intayin musulmonlarning hayotidagi eng muhim kunlarning biri desak, hargiz oshirib o'tgan bo'lmaydigan bir kunda turibdimiz. U bo'lsa Ramazonning 17 kuni. Programmamiz 18 Nisan har bir kuni boshlaganligimiz uchun, ammo bugun Ramazonning 17 kuni islom tarixida musulmonlar bilan kofirlarning o'rtasida umumyuzlik bir jang Badr g'azoti bo'lgan shunday bir muborak kunda turyapmiz. Shuning uchun bu kunni bu buyuk jangni aslamay turib o'tib ketmaslik uchun degan e'lonimizni buni berdik. Bugungi programmamizning aziz mehmoni hammalar tanishib bo'lgan hurmatli ustozlarimizdan Sharq Turkiston Ulamolar birligi muavin raisi Abdusalom Alim ustozni taklif qildik. O'zi Avstraliyada ko'pdan ko'p rahmat aytamiz programmamizga qatnashib berganligi uchun albatta. Sizlarga rahmat, Alloh razı olsun. Rahmat, Alloh razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programmamiz YouTube va Facebook kanallarimiz orqali tarqatilyotdi. Ekran oldida chiqib turayotgan nomerimiz shundaqla ijtimoiy uchur vositalarimizga, aloqa vositalarimiz orqali programmamizga aloqador har qanday fikr taklif bo'lsa, berishingizni, savollaringiz bo'lsa, so'rashingizni umid qilamiz. Shundaqla ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanishi uchun ham bahrlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Temamiz bugun deganimdek Ramazonning 17-sidan iborat. Bu muborak kunda shu Badr g'azotini buningdagi hikmatlarni nima uchun bu shunchavala muhim asrlar bo'yi davom qilib kelgan, hatto Rasulullohning nurg'un hadislarida Badrga qatnashgan musulmonlarning uningga qatnashmaganlardan necha hassa ortiq ta'riflanganligi bevosita Rasulullohning tili orqali ana shunday bir muhim bir jangdan bu jang bo'lgan shu kunda turibdimiz. Hurmatli ustoz, oldi bilan shu savoldan boshlasak, Əmdə Badr jangi yoki Badr g'azoti nima uchun shu asrlardan buyon musulmonlarningki nazarda eng muhim janglarning biri deb qaraldi degan savolga kirgan bo'lsak. Bismillahirrahmanirrahim. Alloh subhanahu va taolaga hamd va sano payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga durustlar yo'llaymiz. Bu ekran orqali butun Sharq Turkiston qilliq qarindoshlarimga salomimni yo'llayman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va shundaqla bu go'zal muborak oyninki şu daqiqalarda hammamiz yana Allohni aslash, Allohning payg'ambariga bo'lgan sadoqatimizni va shundaqla o'zimizning islom tarixiga bo'lgan muhabbatimizni izhor qilish ustidan mana biz bugun tariximizda, ya'ni islom tarixida eng zo'r o'chmas bir voqeaninki shu Ramazon oyida, shu Ramazonninki 17-kuni yuz bergan shu Badr g'azoti ustida to'xtalish uchun mana bugun shu birimiz bilan ko'rishib o'tiribdik. Biz bu sualga kirishdan burun bir arx ko'rinishga bir qarasak, chunki har ishninki bir arx ko'rinishi bor, boshlanishi bor. Badr g'azotininki vujudga chiqishiga sabab bo'lgan omillar. Payg'ambar alayhisolatu vassalam Makkada payg'ambar bo'lib, payg'ambar tayinlanib, o'zininki ustiga yuklangan da'vat xizmatini boshlab 13 yil xizmat qildi, 13 yil da'vat olib bordi. Bu jarayonda payg'ambar alayhisolatu vassalamning beshiga o'xshamagan shaklda qiyinchiliklar, mushkilchiliklar sahobalarga har xil ham iqtisodiy, ham siyosiy, ham moddiy, ham ma'naviy inson tasavvur qilgusiz besimlar, zulmlarga ular duch keladi. Oqibatda Alloh subhanahu va taolaninki marhamati bilan ular bir sog'lom, bir pokiz, bir xotirjam bir o'ringa berib, bu yerda o'rin olib, bu yerda o'zganing ustiga yuklangan islomni Alloh subhanahu va taolaga o'z loyig'ida, o'zining qulchiligini ado qilish uchun bir sharoitga erishdi. Ya'ni Madinaga hijrat qilish tarixida qaraymiz, Makkadan Madinaga hijrat qilishi. Bu yerga yetib kelgandan keyin amaliyotda bu Madinaga kelgan muhojirlar, ya'ni hijrat qiluvchi Makkadan Madinaga ko'chib kelgan sahobalarni muhojiri degan nom bilan ataladi. Bularning hammasi shu hijrat qilgan vaqtida orqasidan o'zining barlig'ini, mol-mulkini, hamma narsani tashlab chiqishga majbur bo'lgan. Hattoki ba'zilari o'zininki suyimlik oilasidan ayrilishga majbur bo'lgan, bola chaqasidan ayrilishga majbur bo'lgan. Shu Makkaninki hukumati, shu vaqtdagi zolim hukumat musulmonlarni o'zininki eng oddiy bo'lgan, Alloh qulchilik qilishdan iborat bo'lgan bir hech qanday insonlarga ziyon yetmaydigan, faqat bir Allohga bir to'g'ri qul bo'lib, mu'minlik hayotini yashash uchun bularga hech qanday imkoniyat berilmagan.
Hatta bular şunun sebepten qoğlanğan ellezine ukhricu min diyarihim bighayri haqqin haqsız ular özünün yurtlarından qoğlanğanlar. Sebebi nima? İlla en yaqulu rabbunallah. Bizning Rabbimiz Allah deganligi uchunlar. Bularning gunohi nima? Musulmon bo'lganlik gunohi bor. Ya'ni Allohga qul bo'lishdan boshqa hech qanday gunohi yo'q. Hech kimning mol mulkiga chaqilgani yo'q. Hattoki bularga Alloh bevosita Qur'oni Karim orqali bularning shu amal ibodatdan boshqa ularningki ularga zulm qilganlarga, ularga zo'ravonlik qilganlarga zarrachilik qarshilik qilmasliqlar buyurgan. Shunda holat yashasimi bular bundan rozi bo'lmay, oqibatda bular ko'chib kelgan. Madinaga kelgandan keyin bularning Madinadagi hayotigimi bular tajovuz qilishga boshlagan. Bu shu Madinada yashayotgan yahudiylarningki shular bilan til biriktirish orqali yoki munofiqlarningki hiyla mikrlari, suiqastlari bilan til biriktirish orqali musulmonlarga u yerdami zulm qilishni to'xtatmagan. Natijada Hijrining 2-yili Ramazon oyininki 17-kunisida bu Badr urushi vücudga chiqdi, bu urush barpo bo'ldi. Yani buningda Payg'ambar alayhisolatu vassalam va kelgan xabarda Abu Sufyan boshchiligida bir karvonninki shu Makkadan Suriyaga vaqtida Sham deb atalgan shu rayonga tijorat uchun borgan eng chong karvonninki shu yerdan molni sotib olib qaytayotganlik xabari keldi. Payg'ambar alayhisolatu vassalam bu yerda albatta mu'minlarninki uchirgan zulmi, ularning pul meli, mol mulki hammasi talon-taroj qilinganligi uchun albatta bularning o'zining haqqini elishga bir imkoniyatninki paydo bo'lganligini Payg'ambar alayhisalom tushunib yetib, shu vaqtni o'zida darhalla bu nimaga karvonninki oldini tusish va ularning o'ziga tegishli bo'lgan haqqini ulardan elish uchun Payg'ambar alayhisolatu vasallam sahobalarni buningga avaz qo'shishga chaqirib qildi. Yani bu yerda Payg'ambar alayhisolatu vasallam bularni urush qilamiz, jihad qilamiz degan chaqiriq emas. O'sha bir karvon kelyotdi, biz buni to'sishimiz kerak. Bu biz uchun Allohning bergan bir fursat deb chaqiriq qildi. Shunga bu yerda qanchalik tez tayyor bo'la olsanglar, menga ergashinglar deb shu yerdagi Madinada yashayotgan musulmonlardan 310 yoki 313 qadar musulmonlar Payg'ambar alayhisolatu vasallamga ergashib bu jangga ravon bo'ldi. Endi Badr Madinaningki g'arbiga joylashgan 150 kilometr masofasidagi bir o'rin. Bu yerga kelgan vaqtida Abu Sufyan Payg'ambar alayhisolatu vasallamningki sahobalarning qilayotganlik xabarini olgandan keyin Makkaga o'zini qutuldirish uchun yordamga odam evatdi va shundaqla o'zimi bu yo'lni asli normal mangadigan yo'lni o'zgartib, tuvan tarafidan dengiz yaqalab Makkaga qarab o'zining safarini davom qildi. Natijada Abu Sufyan Payg'ambar alayhisolatu vasallamningki sahobalarga uchrashmasdan salomat bu yo'lni o'zining safarini davom qilib Makkaga yetib bordi. Ammo Makkaga yetgan xabarda Makkaning xalqi, Makka hukumati Abu Jahl boshchiligida buni anglab, biz darhol bu o'zimizning karvonini, o'zimizningki iqtisodini qutuldirmasak bo'lmaydi deb 1000 kishilik qo'shin bilan Badrga tarafga qarab keldi. Yo'lda Badrga kelishdan burun Abu Sufyanning salomat o'tib ketganlik xabarini anglagandan keyin boshqalar bo'lib bo'pti bizning masalamiz hal bo'ldi, karvon salomat qaytib keldi, unda bo'lgandan keyin biz qaytib ketaylik desa, Abu Jahl yana ching turib, biz chuqum berib bu yerda o'zimizning kuchini ko'rsatmasak bo'lmaydi. Bo'lmasa kelgusida yana biz mushundaq bir qiyinchiliklarga duch kelamiz. Musulmonlar bizni bu yerdan salomat o'tkil qo'ymaydi. Biz bularni yo'qotishimiz kerak degan shu dabdabasi bilan o'zining ergashishini butun yo'qotib bermasak, kelgusida yana bular bizningki bizga askariga bularningki hujum qilish to'xtamaydi deb askarni zo'rlab u yerga elib bordi. Endi bu nuqtaga kelgan vaqtida xuddi Alloh Qur'oni Karimda "Walau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'ad" agar o'zaro bir yerda uchrashib jang qilamiz degan planliq kelgan bo'lsanglarmi bu yerda uchrash imkoniyatlari bo'lmaydi. Ammo Alloh shunda urlashtirgan buni. Shunga va iz ya'idukumullohu ihda at-ta'ifatayn. Musulmonlar aslida moddiy narsaga erishish uchun shuni niyat qilib chiqqan. Alloh subhanahu va taolo bu mu'minlarga ikki narsaning birini cho'qim beradiganligini Alloh va'da qilgan. Shu natijada bu yerga kelgandan keyin musulmonlar Abu Jahl boshlig'idagi 1000 kishilik qo'shinning kelganligini anglagandan keyin Payg'ambar alayhisolatu vasallam sahobalar bilan bu haqda maslahatlashdi. Hamda qanday qilamiz? Biz asli kutgan narsa o'tib ketdi, endi biz kutmagan bir narsaga duch kelyapmiz. Demak, bu yerda bir jangninki bizni kutayotganligini biz his qildik, qanday qilamiz? deb Payg'ambar alayhisolatu vasallam sahobalar bilan maslahatlashdi. Sahobalar, ya'ni muhojirlar. Chunki bu qo'shinninki asosli qismi ansarlardan, ya'ni Madina xalqidan. Ya'ni yordam beruvchilar degan nomda ansarlar degan. Shuning bir qismi muhojirlar. Muhojirlar albatta o'zining yurtini qo'g'langanlar bo'lganligi uchun tabiiy holatda ular bundaq fursatda o'zining dushmanlaridan bir intiqom olish bir fursatiga ega bo'lganligi uchun albatta bular bu urushning bo'lishini orzu qilishdi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bularningki nimasini javobini anglab bo'lgandan keyin bunda Abu Umar radhiyallohu anhu, Abu Bakr radhiyallohu anhu, Miqdad radhiyallohu anhu qatorliq sahobalar
Peygamber aleyhissalatu vesselam nayet iniq cevabını berdi. Ey Allah'ın Resulü, siz bizni qayerga başlasanız sizga ergişimiz. Hergizmi biz sizni Musa aleyhissalamның kavmi Musa aleyhissalamni tashlab qo'ygandek tashlab qo'ymaymiz. Musaga sen Rabbing bilan berib urush qilgin, biz bu yerga kutib turaylik degandek emas. Biz sen bilan va sening Rabbing bilan birga sen qayerda bo'lsang, sening qishingda bo'lamiz, nimaga buyursang shuni qilamiz deb nayet iniq javobini berdi. Ammo Peygamber aleyhissalatu vesselam yana maslahatinglarni beringlar deb arqa-arqadan so'ragandan keyin Ansarlar bu narsani his qilib, balki Peygamber aleyhissalam bu savolni bizga qaratgan bo'lishi mumkin deb Sa'd bin Muaz radhiyallohu anhu bu yerda turib, ey Allohning Rasuli, balkim siz bizdan bir javob kutayotgan bo'lishingiz mumkin deganda shundoq deb javob berishingiz bu sahoba turib, biz sizning orqangizda qayerga borsangiz shu yerga boramiz. Hattoki mush Qizil dengizga bizni nima qilsangiz biz ikkilanmasdan orqangizdan kelishga tayyor. Degandan keyin Peygamber aleyhissalatu vesselam bu masalaninki bu yerda maslahatninki bir pishib yetilganligi bilan birga Peygamber aleyhissalatu vesselam bishorat berdi. Bu urushda g'albininki bo'ladiganligi. Endi bu urush bo'lmay turib, bu maslahatni aplar Peygamber alayhisalom bu g'albining bo'ladiganligini e'lon qilish nimadan desa, bu yerda itoatninki Peygamber aleyhissalatu vesselamga yana bir liderga shaksiz itoat qilishning o'zininki bu g'albi ekanligini ko'rsatganlik. Xo'sh. Chunki bu yerda cho'ng bir savoq bor bu yerda. Ya'ni mu'minlarning birligi, bir liderninki orqasidan to'g'ri yetaklovchining orqasida turib, qiyin bo'lgan ahvolda bo'lsin yoki xotirjam ahvolda bo'lsin, hammasida o'xshash uningki gapiga moslashib, o'xshash to'g'ri bo'lgan dadil fikrini berib, oxirida natija qanday bo'lsa, qanday hukm chiqqan bo'lsa, shunga amal qilishning o'zi bu mu'minlar uchun birinchi g'albininki birinchi qadami hisoblanadi. Xo'sh. Ana bu urush endi tarixda shunchalik zo'r, musulmonlar tarixida bu ta qiyomatgacha davom qiladigan, musulmonlar shu urushdan faxrlanadigan bir o'chmas bir tarix. Endi bu nima uchun deganda, amaliyotga qaraydigan bo'lsak, bu tarixda bo'lgan urushlarning ichida bir son jihatda yoki amaliy bo'lgan urush qarasak, hech qanday bir kuchga nimani sonni bosolmaydi. Chunki 300 necha kishi bilan 1000 kishilik bir qo'shinning o'rtasida bo'lgan yarim kunlik atrofidagi bir jang. Ammo uningdan burunmi yillab davom qilgan urushlar bor. Arablarning o'rtasida, qabilalar orasida 40 yil davom qilgan urushlar bor. Buning natijasida necha minglagan odamlar o'lgan, necha minglagan ayollar yetim qolgan, qutul qolgan, necha minglagan bolalar yetim qolgan, begunoh insonlar o'ldirilgan va shunga o'xshagan dunyoning hamma yerlari tarixdan beri bo'lib ketgan urushlarning soni cheksiz. Millionlagan insonlar urushda o'lgan. Birinchi dunyo urushi deymiz, ikkinchi dunyo urushi deymiz. Hozir bo'layotgan urushlardimi? Mana bu hozir shu Ukraina bilan Ruslan o'rtasida bo'lgan urushdimi? Hozir necha minglagan odamlar o'lib bo'ldi. Xo'sh. Buning o'xshagan nurg'un urushlar. Lekin Badr urushini biz alohida o'rniga ega deganda, bu urushdagi masala moddiy jihatdagi yoki urushga bo'lgan tashkillanish yoki askarlarning kuchining oziqligidan emas, bu urush tarixda bo'lib boqmagan bir urush. Bu nima desa, haq bilan botilning o'rtasidagi urush bo'lgan. Ya'ni Alloh tarafdorlari bilan shayton tarafdorlari, haq bilan botilning o'rtasida bo'lgan, birsi Alloh uchun, tavhid uchun, haq uchun o'ziningki yanada quroli bo'lsin bo'lmasin, o'zining kuchining ojizligiga qaramasdan, o'zini keskin ikkilanmasdan o'zini atay olganlik. Bu haqiqatan cho'ng urushga kiradi. Chunki har qanday bir urushda tayyorlik bo'ladi, boshqa taktikalar bo'ladi, strategiya masalasi bo'ladi, ammo bu urushda sahobalar asli urush niyati yo'q. Shuning uchun ularda urushga bo'lgan tayyorlik yetarli emas. Ammo u yerga borganda o'zidan 3 hasta kuchlik bo'lgan, mukammal qurollangan, urush uchun plan tuzib kelgan bir dushmanning oldiga kelib qilib, yana bu yerda ikkilanmasdan Alloh rizosi uchun, Allohning payg'ambarininki rizosi uchun o'zining o'lib ketishini %100 oldiga ko'rinib tursa-mu, ikkilanmasdan bu urushni qiladiganligiga va qila oladiganligiga va bu orqali o'zining Allohning haqiqiy mu'min banda ekanligini isbotlash uchun ularga bergan bir fursatni bir amaliy maydonga chiqib ko'rsatish uchun bular o'zini maydasiga kirib bu urushni qilgan. Shunga bu urush tarixdagi har qanday urushdan va bundan keyin bo'lgan har qanday urushdan eng yuksak hisoblanadi. Musulmonlar uchun bu Badr urushi har qanday vaqtida musulmonlarningki dushmanlarga qarshi olib borilgan har qanday bir urushda o'rnak, bir savoq, bir boshlamchi bir urush hisoblanadi. Bundan bizga nurg'un savoqlarni olamiz. Masalan, itoat qilish, Alloh uchun ikkilanmasdan hammasini qurbon qilish va Allohning yordam berishiga bo'lgan ishonchininki mustahkamligi, bu urushniki hech qachon sonninki ko'pligi yoki kuchninki qurolninki kuchligiga ozlik emas, amaliyotda insonninki irodasininki yuqori tubanligi bilan bo'lganligi. Natijaning shuning bilan munosabat ekanligini biz bu urushdan ko'ramiz. Shuning uchunmi bu Badr urushi tarixiy jihatda hem dinimiz jihatda bizga bo'lgan bizning diniy nuqtalarga vaqtida va siyosiy maydondami
bu tarixda eng zo'r urush deb hisob qilinadi. Shunga bu urushni aslamay bizning Ramazonimiz to'liq bo'lmaydi deb qaraymiz. Chunki bizning bu sirimizni bilish, payg'ambarimizning hayotini o'rganish bu har bir mu'min uchun bo'lib shundaq Ramazonning 17 kuni, chunki bu Ramazonning 17-kuni dushanba kunlikda bu urush bo'lgan. Shuning uchun buningga bir o'zimizni aslatish, avlodlarimizga bu haqqani o'rgatish, tarixninki bu orqali o'zimizning tarixini unutmasligimizni biz muhim deb tushunishimiz kerak. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat. Haqiqatan so'zlab o'tganlaridek, ya'ni son jihatdan bo'lsin shunchalik ojiz turib bir haqiqat bilan botil o'tirsidiki bu kurashninki albatta so'zlab kelsak uning uchun albatta ilindigan ibratlarni, darslarni so'zlaymiz programmamizning jarayonida. Hamda haqiqatan so'zlarda yuqoridagi so'zlarda ya'ni musulmonlardan talab qilinadigan narsaning ya'ni oldimizdagi dushmanning kuchli bo'lsa-mu aslida mu'mindan talab qilinadigan narsaning qaysi sharoit yashayli qo'limizdan kelgan butun narsani chiqarishga hargizmi qarshidagi dushman qanday tayyorlagan bo'lsa shuning kuchiga o'pma o'xshash. U ming bo'lsa sen ming bo'lishing kerak emas. Mavjud kuching qancha bo'lsa to'liq tayyorlanib yuksak iymon, qo'mondan Rasulullohga, payg'ambarga bo'ysunish, ulardagi iymon buningki oxirida qanday qalblarni olib kelganligi tarixdan buyon, asrlardan buyon doston qilib so'zlanadi eg'izdan eg'izga. Va bu jangning ichida bo'lgan narsa hatto Rasulullоhdek bir Allohning payg'ambari ikkinchi savolim mush Badr jangidan burun masalan shu jangga kirishdan burun Rasululloh butun nimasini qildi. Musulmonlarning hali shunchalik deganlardek jang uchun chiqmagan, boshqa karvonni to'sish uchun chiqib bu jangga aylanib ketdi bu ishlarni. Rasululloh ashunday qilib shunchalik duo qilib ketdik hamda. Sahobalarmi ya Rasululloh nimancha buncha qilib ketsan deb qo'lini tushamay ridasi tushib ketishlik shu duosida Allohumma sur hadihil asaba Allohumma intahlik hadihil asaba falan tu'bad fil ardi ba'da al-yawm degan bu duosini ya'ni ey Alloh mushu bir to'p bu guruhni mishani nusrat bergin. Agar bu halok bo'lib ketib qolsa buni halok qilib olsang ziminda bugundan keyin sen ibodat qilinmaysan deb shunda duo qilib ketishi bu duoni qanday tushunamiz Rasululloh aka? Albatta muhim bir nuqta urushning tayyorligi bo'lsin, kuch masalasiga kelgan vaqtimizda ikki xil bo'ladi. Biri moddiy kuch, bayam deb o'tdik, ammo uni inson qo'lidan kelish tayyorlik qilish kerak. Qo'lidan kelmagan vaqtda uni Allohga topshiramiz. Xo'sh. Hamda ikkinchi tarafı ma'naviy kuch. U bo'lsa-mu Allohga bo'lgan ishonch, Allohga yelinish, Allohga munojat qilish, duo qilish. Duo mu'minning eng kuchli quroli. Payg'ambar alayhisolatu vassalam bu yerda o'zining shu duodan iborat bo'lgan bu qurolni sahobalarga o'zining amaliyat orqali ko'rsatgan. Endi bu yerda bir nuqta bor. Agar Alloh xolisa, Payg'ambar alayhisolatu vassalam va sahobalar bu urush hech nima qilmasa-mu, Alloh ilgirki ummatlarning ichida Allohga osiylik qilgan, Allah'ın peygamberlerini yalganga çıkargan insanlarını halak kılgan. Nuh Aleyhisselam'ın misali aldığımızda, Musa Aleyhisselam'ınki Fir'aun'un misali aldığımızda, Hud deyimiz, Hud kavmininki, Hud Aleyhisselam'ın kavmininki, Lut Aleyhisselam'ın kavmininki, nurgun misallar var. Elbette Allah Subhanahu ve Teala özünün en süyümlük bendesi, peygamberlerin içindeki en isil, en seyyidül enbiya boğan Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi hiç kandak bir cepağa sağma oturup bu kâgen koşunni min emez onun olsumu bıraklam yağı yutkuzu ve sıçımı Allah kadir. Bütün helak kılıç kim Allah kadir. Lakin bunun da nemi üçün Müslümanlar bilen bu canlınki buluşunu Allah irade kıldı degen bu sualı düşünüyorsunuz yani. Bu nime degende bu insanın Allah Subhanahu ve Teala dünyada yaşışını sebep ki bağlığallığı. Mümin Müslüman her kandak emeline Allah'a boğan işençisi imanını birinci orunda koydu. İkinci kılıp kuludun kılıdığan maddi sebeplerini onu herkes bunu közün saqit qilmasdan bütün kuchi bilan buni vujudga chiqish kerak. Masalan, hattoki mush urushning boshlanishida, tayyorlik bosqichida Payg'ambar alayhisolatu vasallam sahobalarni bir o'ringa o'zining chidildan tikishga tayyorlik qilmasini qilishga buyuruydi. Yani bu yerda bir sahoba keldi, Habbab ibn al-Munzir degan sahoba kelib, "Ey Allohning rasuli, bu o'rin Allohninki sizga buyurgan buyrug'i bo'lgan bo'lsa, sallamna, bosh ustiga buni hech qanday bir narsa chaqimiz yo'q. Ammo agar bu bir taktika, bir ra'y berish imkoniyati bor bir ish bo'lsa, bu vaqtida buningga mening nimamda bu o'rin to'g'ri emas. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bu mening o'zimning shaxsiy qarashi degandan keyin ey Allohning rasuli biz bo'lsa as-sug'i yaqinroq yerni o'rin olsak, suni kontrol qilib olsak, dushmanimizni biz ojizlashtirgan bo'lamiz. Musulmonlar tushgan o'rin ne? Ularni Musulmonlarning qo'shini o'rni. Tushgan o'rinni yo'tkashni.
Müslümanların qo'shinining o'rinini shu yerga yetkazishga o'zining fikrini berganda payg'ambar alayhisolatu vasallam nima degan go'zal fikr bu da uning buyrug'i bilan shu bekitilib bo'lgan chidirlarni qaytadan yetkazib buyurilgan ayni bir shu suningki quduqning qashig'i berishga buyuruydi. Ana bu yerda liderninki yine bir alayhiligi bilan payg'ambar alayhisolatu vasallamniki to'g'ri bo'lgan fikrni qabul qilganligi. Hech qachon men payg'ambar mening deganim degan desimi uning hech kim qarshi turish haqqi yo'q. Albatta sahobalar hech qachon qarshilik qilmaydi. Ama bu yerda sahobalarninki go'zal axloqi, so'rashdagi go'zal usuli. Ey Allohning rasuli, agar bu Allohning buyurgan yeri bo'lgan bo'lsa, albatta bunga bizning hech qanday bir narsa shartimiz yo'q. Bunga bo'yinishimiz kerak. Agar bu urush taktikalari fikr bo'lsa, mening fikrim bundaroq degan. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bunday qilgan. Undan keyin amaliy maydonda urush bo'lishdan burun shu kuni soat deganda payg'ambar alayhisolatu vasallam duoga qo'l ko'tardi. Namozni o'qib bo'lgandan keyin sahobalarni maydonga tayyorlik qilishga buyruq qo'yib, o'ziga bekitilgan shu chedirda turib duo qilishga boshlaydi. U duo shunchalik uzun davom qiladi. Yani şu duasının jarayonida ey Alloh bizga nusrat ato qilgin deb oxirisida payg'ambar alayhisolam shunchalik yelinib turib, endi bu yerda bu duoning shunda lafziy tarjimasiga bunda shakliga qaraydigan bo'lsak, bu qandoqmi payg'ambar Allohga shunday xitob qiladi deydigan bir narsa qiladi. Ey Alloh, agar mushu guruh bugungi mushu askar halok bo'lib ketsa, sana ibodat qiladigan inson qolmaydi. Seninki ilahliging yoki seninki bu Rabligingni tunuydigan insonlar dunyoda qolmaydi. Demak, sen cho'qim bizga nusrat berishing kerak. Xo'sh. Deb bundaq duo qilish nima deganda, bu yerda bu tavhid, ya'ni Allohning birlik borligininki bu payg'ambar alayhisolatu vasallam orqali va islom dini orqali bu eng oxirgi din bo'lib, payg'ambar alayhisolatu vasallam eng oxirgi payg'ambar ekanligining muhimligini ko'rsatdi. Shunga bu mushu urushdagi g'alaba, mag'lubiyat bu dinninki Müslümanlarınki, müminlarınki bu meydanda, bu dinde müstehkem turmaslığa münasebetlik. Elbette Allah Subhanahu ve Teala özünün kudreti, özünün katlılığını hiç kaçan Allah'ınki nemesi acizlap kalmaydı, kemik etmedi. Lakin şu dinge ergeşivatkan mümin Müslümanlarınki imanının acizlap kılış meselesi var bir yerde. Çünkü bir yerde bu duanı kılış arkalık Allah Subhanahu ve Teala'dan bu müminlarınki imanının acizlap kılışınınki aldın eliş. Ya bu millet aciz bo'lib qolmasin ey Alloh, sana ibodat qilishda bir ikkilanib qolgan, ajizlab qolgan ahvol tushib qolmasin deb duo qilishi va shundaqla buning yana bir tarafi Alloh subhanahu va taologa bo'lgan ishonchisiningki naqadar kuchli ekanligini ko'rsatadi. Demak, bundaq deganligi Alloh chuqur menga nusrat bersa, chunki sen menga buni va'da qilding. Deyish orqali yana sahobalarga tasalli berish, chunki bu chuqur nima bo'ldi? Shunga Abu Bakr radhiyallohu anhu kelib Kulunu kütəgəllikdən ridası düşüb getkəndə ey Allah'ın Resulü, əlbəttə Allah sizni hərgizmi bu uğrunda demisiz, cavabsız qoymaydı. Allah sizə çoxum yardım beridi. Degene demək sahabalarının ki imanı mı, yani bunun da çoxum qalbinin bulunduğanlığı buların işenisi bu boğan. Çünkü Peygamber sen bunu bir gün burun, hatta ki şu uların məsələrini əp boğandan keyin bazı urlarını göstərib, mana ma urun falanın öldüğü yeri, ma o falanın öldürdüğü yeri dep şu urlarını göstərib Peygamber Aleyhisselam cəng meydanını mı göz aldığımda görüb atma. Bu qalbini Allah mənə qolumğa göstərib, mənə gözümü göstərib oldu. Dep sahabalara olaraq təsəlli bir boğan Peygamber Aleyhisselam. Amma şundaqlıq turğuluq mu? Vədə Allah'tan bu boğan, qalbi qilish vədi, qalbi beriş vədisi, nusrat beriş vədisi bu şundaq turğuluq mu Peygamber Aleyhisselam yana özününki ilkide küçüdü boğan səbəblərini yana %100 bunu elib bağan, dua qilish, sahabalarni rad qilish, hatta urush taktikasi mi Peygamber Aleyhisselam bu şu uruşda bu Arap tarixida bulunmagan urushlar. Arablar o'z vaqtida burunqi urushlarda urushsa bir tarafdan hujum qilib, bir tarafdan qachish orqali hujum nima qiladigan. Ammo Payg'ambar alayhisolatu vasallam bu yerda chekinmaslik. Ammo dushman nima hujum qilib qolsa, o'qiya bilan ularni to'sish. Undan keyin o'ng, so'l, o'ttir qilib, bularni 3 ga bo'lib turib, undan keyin biraqlam har tarafdan ularni ustun hujum qilishdan iborat bo'lgan o'xshamagan shakldagi yangi bir texnikani, yangi bir urush taktikasini Payg'ambar alayhisolatu vasallam o'rishtirgan. Demak, bu yerda iymon bir taraf. Elbette bunu hiç kaçan azizlep kalsak bulmaydı. Ama sebep ne mi? Öz layıqada en yüksek derecede bunu doğrusuğa edip veriş bu mühim. Yani bu yerde şu an olan Allah'ın uğurlaştırışı bilen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ki sahabalarla yetekleşi de bu uğruş bir neticelidir. Yani düşmenden 70 tek düşmanlar, onun içi de şu düşmanların ki en katlı başları. Ebu Cehil'e okşaş, Ümeyye'ye okşaş boğan katlı başları öldürüldü. Ve şundaqla 70 tek düşman əsirə alındı. Müslümanlardan 14 Müslüman şehit bulundu. 6'sı muhacirlardan, 8'i ensarlardan. Demek bu tarixte uruşlar içindeki mesela bu galbe veren mağlubiyetini
kuchga yoki songa qarab solishtirsa, bu mumkin bo'lmaydigan bir natija. Ammo Alloh subhanahu va taolo yordami bilan, payg'ambar sollallohu duosining barakati bilan va Allohning ularning qalbiga solgan taskinlik va shundaqla osmondan farishtalarningki bu urushga qatnashishi 1000, undaki 3000 va oxirida 5000 farishtalarningki bu sorunga tushib, bu maydonga kirib, musulmonlar tarafida maydonda turib, kafirlarga qarshi urush qilishi, mana bu urushningki ahamiyatini bir tarafdan tushundirsa, yana bir tarafdan har qanday bir musulmon uchun haqiqiy Allohga bo'lgan tavakkulchiligi joyida bo'lsa, Allohga bo'lgan iymoni joyida bo'lsa, uning oldida Allohning dushmanlari ularni hech qachon mag'lub qilinmaydiganligini biz buni ko'rib yetaylik. Hakikaten nima degan büyük bir ders bu hakikaten ya. Diğerlerdek yani bir peygamber, yani Allah'ın en suyumluk peygamberi va'da qilingan turib, yani insanın qo'ldan kelgan bütün narsani tirishchanlikni ko'rsatib, bu kadar puxta tayyorlik qilishlari ta qiyomatgacha qildigan o'zining keyindagi ummatlarga bir dars beryapti-da. Sen qulangni men qanday yo'lda mangan bo'lsam, sen shunda bütün kuchingni chiqarib, yani Nusret'nin bulduğalığını bilip olsun normalde biz alimiz zaten qanday bo'lmasa alimiz deb biraz boşanlık qilib qalsam yoki Allohning va'dasiga bakmi tayyorlik qilib ketmasam buldu desimi, agar unda deb qolgan bo'lsa qiyomat qoyim bo'lib bo'lgan ummatga boshqacha bir dars o'tdi vaqtida. Allah bizga yordam qil deb shu ta qiyomatga kelgan bütün ummatiga bir darsni berib, qanday tayyorlik qilish kerak, qanday Allohga yilinish kerak, shunday %100 urushning g'alabasi garanti bo'lsa-mu, Allohga bo'lgan yilinish, tayyorlikni qo'ldan kelgancha qilib, Allohga bo'lgan tayinishdan qancha yuksak o'rinda bo'lishi kerak ekanligi mu'minda bu nim degan buyuk bir dars haqiqatan ustozimda. Endi albatta yuqorida so'zlab o'tganlarmi albatta unutilg'usiz mu'minlarga ajoyib bir buyuk bir dars, ibratlar bu. Endi Badr jangidan har bir qurlardan, har bir minutlardan so'zlab kelsak nurg'unlagan ibratlar, darslar chiqadi. Shuning eng muhimlarini yana bir qanchasini bitlab olgan bo'lsak, bu urushning ichidagi, jangning ichidagi. Buningdagi saboqlar intayin ko'p. Yana buni takrorlasak, birinchisi iymon masalasi. Allohga bo'lgan ishonch. Allohga qilish, haqiqiy tavakkulchilik qilish. Payg'ambarga bo'lgan sodiqlik, payg'ambar alayhisolatu vassalamga bo'lgan sadoqat. Çünkü xuddi o sahabalarınki agar siz bizni shu dengizga boshlasangiz, ikkilanmasdan orqangizdan kiramiz degandek ishonch bilan payg'ambar alayhisolatu vasallam yanında turadiganligi. Xo'sh. Undan keyin shu asrlarning masalasida asrlarga yaxshi muomala qilish. Yine hozirgi masalan xalqaro qonunda asrlarga qanday muomala qilish, ularni o'ltirmaslik dan iborat bo'lgan bu yangi chiqqan qonunlar da bunga taqriban 60-70 yil bo'ldi. Ammo payg'ambar alayhisolatu vasallam bu qonunni shu vaqtda bekitgan. Yani Medine'ninki kanununda, tüzümlemesinde, nizamnamesinin içinde şu düşmanlar bilen muamele kılışta, urushlarda qanday muamele kılış, hatta ki esirlerge qanday muamele kılış. Yani bu esir elinganlarını mı Peygamber Aleyhisselam intayin yaxshi muamele kılgan. Mesela bunu şunun da yine Peygamber Aleyhisselam sahabelerinin maslahatini algan. Raiz nima kılgan? Qanday qilamiz? Deganda Umar radhiyallahu anhu'nun ki fikri de bular öldürülüş kerak. Çünkü bular bizga urush açtı. Biz bularni qo'yib yeni keyin kuchlanib kelib, yana bizningki bizga hujum qiladi. Bulardan biz bexatar bo'lanmaymiz. Buni eng yaxshisi yo'qotmaslik, bu Allohning dushmanlari bo'lgan yo'qotmaslik bo'ladi. O'ltirishimiz kerak degan fikrni bergan. Amaliyotda bu o'rinliq bir fikr. Undan keyin Abu Bakr roziyallohu anhu biz bularni nima elib, fidya elib yoki bular to'lam to'lgizib, ularni qo'yib biz tarafimizga iqtisodiy jihatdan foyda bo'lgan bo'ladi. Ammo bular borgandan keyin bu haqiqatni tushunsa, tadrijiy ahvolda Alloh bularga hidoyat qilib, musulmon bo'lib ketsa ajib emas degan matripini o'tirib qo'ydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam ikki xil fikrni anglab bo'lgandan keyin o'zining fikrida shu Abu Bakr roziyallohu anhuning fikrini qo'llab, bularni shu nima elib, to'lam elib, bularni qo'yib yetishni bekitdi. Endi har bir asr uchun 4000 dirham shu vaqtdagi nimasini bekitdi. Bir bölük asrlar içinde bir bölükleri var. Bularınki arpitrigi aciz, iqtisadi tüven, bu pulni to'laydigan imkoniyati yo'q. Yani bu yerde Peygamber sallam qanday qiladi? Bularni har birisini 10 balaga, kichik balalarni 10 balaga o'qishni, yozishni, o'rgatishni shart qiladi. 10 balaning savodini chiqarsan, seninki shu, sening to'lamang bo'ladi, sen shuni bilan qaytib ketsa deydi. Yana bir tarafdan o'zininki Abbas roziyallohu anhuninki nimasini shu fidyasini bekor qilib o'tishni talab qilgan vaqtida Peygamber alayhisolatu vasallam uni unumaydi. Çünkü bir yerde Peygamber'in yeni bir tarafın adilligi, hamma asrlarga o'xshash muomala qilish, kim shartni to'liqlasa, ozod bo'ladi, shartni to'liqlamaysa, ozod bo'lmaydi. Degan bu shaklda hammasiga o'rtaq muomala qilishni biz Peygamber'dan ko'rib turibmiz.
Undan keyin bu urushda g'animat elish masalasi bor. Endi bu urushda dushmanlar qochgandan keyin qochiblar nurg'un narsani tashlab qochgan. Endi bu arablarning shu vaqtdagi urush qoidasida, tuzumida urush qatnashgan odam dushmandan nimani qo'lga olib olsa, u uning bo'ladi. Bu ketadigan shunday bir qonun, urf odat bo'lgan burun. Bu uningda payg'ambar alayhisolatu vasallam bu urf odatni amaldan qoldirib, hamma narsani shu urushga qatnashganlarga o'xshash taqsim qilish, hattoki bu urushga sabablik qatnashmagan. Mesela Osman radhiyallohu anhuga o'xshash, Osman radhiyallohu anhu bu urushga qatnashmagan chunki ayoli, ya'ni payg'ambar alayhisolatu vasallamning qizi Ruqayya radhiyallohu anha og'riq bo'lib qolganligi uchun Osman radhiyallohu anhuni ayoliga qarshi payg'ambar alayhisolam o'zi buyruq qoldirgan. Shunga amaliyotda bu hargizmi payg'ambar alayhisolam buyruqqa yo'q deydigan sahoba emas. Shunga payg'ambar alayhisolam shundaq nimasi bo'lgan, sababli qilib qolganlarga shu nimadan bir urushni bergan payg'ambar alayhisolatu vasallam 7 ta kishi bu urushga qatnashmay turibmi, g'animatdan o'zining nasibini olgan. Bu g'animatning 5dan birini payg'ambar alayhisolatu vasallam qilib buni yetim miskinlarga, yo'qsullarga buni taqdim qilgan. Demak, bu yerda bir iqtisodiy krizisni payg'ambar alayhisolatu vasallam hal qilgan. Bo'lmasa bu yerda men urushga qatnashdim, men jiqroq urush qildim deb bizga jiqroq berishni kerak deydiganlar bo'lgan. Ba'zilari yo'q, biz payg'ambar alayhisolamni himoya qildik, payg'ambar alayhisolamni himoya qilmasak bo'lmaydi, biz urush qilmasakmi, eng muhim ishni biz qildik deb majihatdan bizga jiqroq bersulatni bir suratda deydigan bu shundaq moddiy narsalarni inson bo'lganligi uchun, ya'ni shundaq narsalarni insonning shu yerda shu moddiy bir narsani jiqroq evilish insondagi bir orzu bo'ladi. Bu aytlanadigan narsa emas. Ammo payg'ambar alayhisolatu vasallam bularga yana chiroyli yo'l bilan bu ishni qanday bitirib qildiganligi va shu orqali to qiyomatgacha islom dinininki asrlarga qanday muomala qilish va g'animatlarni qanday bitirib qilish va shundaq nozik paytlardami ilmning ahamiyatini payg'ambar alayhisolatu vasallam ko'zini saqit qilmagan. Demak, shu kichik bolalarning savodini chiqarishga shu vaqtda shunchalik ahamiyat bergan payg'ambar alayhisolatu vasallam. O'zining pul orqali o'zini qutuldirmaganlarga bolalarga dars berishni o'rgatishlar degan. Demak, bu nima degan go'zal. Demak, eng shu dushman bilan tig'mitiq elishayotgan vaqtdami payg'ambar alayhisolatu vasallam o'ziningki asli maqsadini, payg'ambarlik maqsadini kishilarga muallim bo'lishni, boshqalarga o'rgatish, ilm o'rgatish, savodini chiqarish, ilmning ahamiyatidan iborat bo'lgan va shundaqla musulmonlarning o'zaro bir-biriga bo'lgan inoqlik, muhabbat, qarindoshlik narsini hamma ahvolda payg'ambar alayhisolatu vasallam mukammal ilib borgan. Demak, bu yaxshi bir jamiyatni payg'ambar alayhisolatu vasallam o'zining axloqi bilan, o'zining fazilati bilan, albatta Alloh subhanahu va taoloninki ko'rsatmasi yordam bilan shundaq bir nimani tarixda qoldirib ketgan. Shunga bu biz uchun bo'lganda nihoyatda intayin cho'ng savoqlar. Shunga payg'ambar alayhisolatu vasallam shu Badr urushiga qatnashganlar haqida alohida so'zlari bor. Badr urushiga qatnashganlar kinkoyatida nima ish qilsa, mayli, Alloh ularni kechirib bo'ldi degan. Demak, bularga beradigan imtiyoz shunchalik zo'r bo'lgan. Chunki bular bu urushga hech nimani o'ylamasdan, ikkilanmasdan faqat Alloh va Allohning rasuli uchun, islom dinininki bayrog'ining yuksalishi uchun kirgan. Undan boshqa hech qanday bularningki erish orzusi nimasi yo'q, istagi yo'q. Boshqa bir moddiy, dunyoviy nimasi bir g'arazi yo'q. Faqat iymon uchun, tavhid uchun Allohningki chaqiriqiga ikkilanmasdan labbayk deb Allohningki chaqiriqiga nima qilish, ovoz qo'shish iborat bo'lgan bu alohida jasorat, bulardagi iymon, bularni shu qurbon berganligi uchun, bu shuni qila olganligi uchun Alloh subhanahu va taolo ularningki darajasini shunday ustun qilgan. Xo'sh. Hattoki ular emas, shu Badrga qatnashgan farishtalarning darajasi ustun bo'lgan. Shu Badr urushiga tushgan farishtalarning shuni qatnashganligi uchun ularning darajasi Alloh subhanahu va taolo ustun qilganligi haqida hadislar bor. Shunga bunun oladigan saboqlar intayin ko'p. Yani bizga nisbatan hozirgi bizning oladigan saboqimiz muhojiratdagi Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizninki hammamizningki o'rtaq bir orzusi bor, o'rtaq bir xizmati bor qilyapmiz. Maqsad dushmandan qutulish. Vatanimizni shu dushmanning zulmidan qutuldirish. Vatanimizdagi bichora izlayotgan, zulmga uchrayotgan moddiy jihatda bo'lsin, ma'naviy jihatda bo'lsin, siyosiy jihatda bo'lsin, iqtisodiy jihatda qaysi bir shaklda qaraydigan bo'lsak, zulmning ichida yashayotgan bir millat dunyoda bizlar bo'layotimiz. Mushu millatningki qutulishig'imi biz mushuni o'zimizga o'rnak qilishimiz kerak. Birinchisi bizda umidsizlik. Nima bilan qandoq biz dushmanimiz bu dushman ko'payyotdi, taraqqiy qilyotdi, kunsili kuchayyotdi, quroli taraqqiy qilyotdi. Bu hammasi bir o'tkinchi narsalar. Xo'sh. Biz bundan ikkilanib qolmasligimiz kerak. Biz faqat bu shunday kelgan vaqtida Badrni eslashimiz kerak. Ular ham shundaqdi-ku. Qurolsizdi, kuchi ojizdi, lekin ular nima bilan kuchlandi? Iymoni bilan.
Yine bir nevi taraftan dese, ular özünün lideriga, Peygamber aleyhissalatu vesselam'a sadık buldu, sadakatini gösterdi. Özünün fikrini verdi. Ama qandaq karar çıkan bolsa şununla razı oldu. Hoş. Üçüncüsü de ömlük, inaklık, ittifaklık meselesi de. Hemme narsani vazgeçti. Özgü tegishlik bo'lgan moddiy narsalardan voz kechib, mo'shuni kim qaysida bizga manfaat bo'ladigan buni qilaylik. Undan keyin shu ilmga bo'lgan ahamiyatni qo'ldan bermadi. Demak, bizning hozirgi davrimizda qila oladigan nurg'un ishlarimiz bor. Yosh o'smirlarimiz bo'lamdi, yoshlarimiz bo'lamdi, o'qiyotganlar o'zining hozir qanday maydonda qila oladigan, egalaydigan ilmini hargizmi sal qaramaslik, taraqqiy qilish, o'rganish, iqtidorli bo'lish, yaroqni ko'zlash va atrofdagi cho'nglardanki bergan nasihatlarni qabul qilish, liderlarninki, yaxshi yo'lga yetaklayotgan ustozlarninki, liderlarninki gapini to'g'ri tushunish, qabul qilish, agar to'g'ri bo'lmagan taraflari bo'lsa, uni chiroyli yo'l bilan güzel ahlakını yo'qotmagan asosda o'ziniki fikrlarini berish orqali o'sha nurg'un go'zal savaqlarga biz bunga erisha olsak, buni o'zimizning hayotida o'zlashtira olsak, biz albatta Badr urushidan haqiqatan to'g'ri bir nasibimizni, to'g'ri bir darsni olgan bo'lamiz deb qarayman. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat. Alloh razı olsun haqiqatan güzel so'zlab baylar. Endi oxirida musulmonlarning biz tariximizni qarasak, nurg'unlagan g'albilar, nusratlar musulmonlarga berilgan. Ramazonda amalga oshganligini ko'ramiz endi. Shunday bo'lishining bir alohida bir sababi bormi sizcha? Albatta Alloh subhanahu va taoloning o'rlashtirishiga har qanday bir ishda bir hikmat bor. Xo'sh. Chunki hamda bu Ramazonda bo'lishida hamda ulamolarningki har xil bunda o'zining tushunganlari bor. Chunki Ramazonda inson günahlardan, ma'siyatlardan xoli bo'ladi. İnsan günah ma'siyatdan xoli bo'lgan sari Allohga yaqinlashadi. Xo'sh. Allohning iltifotiga, Allohning marhamatiga yaqin bo'ladi. Allohning marhamatiga o'zini layoqatli qila oladi. Bu Ramazon insonni Allohga yaqinlashtiradigan bir oy. Shuning uchun buningda qilinadigan amal ibodatlarmi intayin yaxshi, ma'nili bo'ladi. Ham buningda qilgan ko'rsatgan tirishchanliklarningki natijasi chuqum yaxshi bo'ladiganligida shak yo'q. Shunga Badr urushi bo'lsin, Mekke'nin fath qilinishi bo'lsin, hammasi Ramazon oyida bo'lgan. Ammo yana bir tarafdan, garchi biz Ramazonda ro'za tutayotgan bo'lsak-mu, biz ro'zimiz orqali o'zimizni ojiz his qilmasligimiz shart. Xo'sh. Ro'za mu'minni moddiy jihatdan biroz ussuz qilib qo'ysa, ba'zida qo'sqi echib qilib biroz moddiy jihatdan ojizlab qolganda his qilsa, lekin buning iymoniy jihatda, ma'naviy jihatda bu yana kuchlik. Yani shunda holat turibmi, yana o'zining eng kuchli bo'lgan dushmanga qarshi tura oladigan. Hargizmi o'zininki bu ro'za tutganligini o'ziga bir sabab qilib turib, men ro'za tutmayman, ma'ish qilmayman emas. Shundaq vaqtida men eng kuchli bo'lgan, eng qiyin bo'lgan jafoliq ishlarni qila olayman deydigan bir irodani nima qila oladiganligi, ko'rsatib beradiganligi va buningda bu barakat oyi, Allohning Qur'oni karomi nozil bo'lgan oy bo'lg'achqa, bu oyda qiladigan amallarningki darajasini yuqori bo'lganligi bor. Buningda eng aqalli bir subhanalloh, alhamdulillah degan bir shu zikr tasbihni eshitsakmi, boshqa vaqtida aytganda necha ming hassa buning mukofoti cho'ng. O'qigan namozlarimizning darajasi cho'ng. Albatta jihad degan islomdagi eng cho'ng amallarning birisi. Katta amal. Ya'ni buni sen Ramazonda qilsang, uning darajasi taxmi yuqori bo'ladi. Xo'sh. Shunga buning barakat tarafdan Alloh subhanahu va taologa qilgan amalimizning arzish tarafidan qaraydigan bo'lsakmi, bu ishlar albatta bir muqaddas, bereketli bir ameller. Albatta Allah subhanahu ve taala bu Badr urushini Ramazonda qilishni Allah irade qilgan. Bundan biz musulmonlar yuqoriga aytilgandek va bundan boshqa nurg'un ma'nilarni va saboqlarni va ibratlarni ola olamiz deb qarayman. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat. Alloh razı olsun. Nəhayət güzel şekilde içib berdiniz. Ko'pdan ko'p rahmat etdiniz. Rahmat. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi bu muborak Ramazonning 17-kunida bu buyuk islom tarixidagi eng halqiliq bo'lgan hayot mamatliq jangdamlik hamda bu shaklda bo'lib asrlardan buyon so'zlanib kelayotgan mu'minlarga boshqacha kuch, ruhiy ilhom baxsh etib kelayotgan bu jangni qisqacha vaqtimiz qis bo'lg'achqa so'zlab o'tdik. Haqiqatan mushundaq bir voqeliklar bo'lib o'tgan, ya'ni buning fazilatining yuqoriligi, bu yerdagi
bo'lib o'tgan so'zlab kelsak yuzlagan ilindigan savoq ibratlar buning ichidagi bizdek ustozimiz so'zlab o'tdi oldimizda ishning qurtida bo'lib ketgan kofirlar qarab umidsinib qolmaslik uchun Alloh bizga ta qiyomat qoyimog'icha bizdan boshqa nurg'unlagan va bundan burun millionlagan insonlar o'tdi bu dunyodan hech qachon mu'min bandasining asla umidsiz bo'lmasligi sen agarda bizga Rabbim so'zlab o'tilgandek oldingda kofir million kofir bo'lsa sen million kofirga o'xshab million odamni million otni shu zamondan kelsa hozir million tank bo'lsa million tankini hozirlamoqchi jangga kirsang vayron bo'lasan tugishsan degandek bizga kofir nima qo'lda nima bo'lsa shuni o'pmoqchi tayyorlik qilmaguncha nusrat berilmaydi degan bo'lib qolgan bo'lsa bu vaqtida tushkunlasak bo'ldi ya'ni qudratning moddiy kuch jihatda o'xshash bo'lmasmi sendagi iymoniy kuch Allohga bo'lgan iymon seningda nechasi kuchli kofirgami sen shu iymon bilan qulondan kelgan butun ishni chiqarib Allohga bo'lgan iymoningni yuksalsan Alloh bo'lgan u ham farishtalarning tushishimi faqat Rasulullohning davriga xos bir masala emas ekan shu davrda tushdi unikani tushma iymon masalasi Allohga bo'lgan iymon shunchalik kuchli bo'lganki u insonlar ko'rolmaydigan u farishtalarni Allah u kafirlarni tirib vayron qilib o'tish uchun tushirib berdi. Mu'minlarningki bir mu'minning qanchalik kafirga tetiy oladiganligini amaliy ko'rsatib qo'ydi. Qur'oni Karimda ham boshqa oyatlarda bor. Biz asla va asla oldimizdagi kafirningki kuchidan, moddiy jihatdagi taraqqiy qilib ketishidan tushkunlashmasligimiz, g'amkin bo'lmasligimiz, iymonimizni eng yuksak o'rinda tutib turib Rabbimizning bizga chuqum yordam berdiganligini va buning bilan birga qo'limizdan kelgan butun tirishchanlik har sohadagi insonlarningki Allohga bo'lgan shu iymon bilan hamma tirishchanligini ko'rsatib, ya Rabbim bizga nusrat ato qilgin, bizga yordamingni ayamag'in, bizni bu kofirdan qutqizgin degandek bu niyat bilan harakat qilsak, bizning albatta qutulish haqiqiy hurlikka, ozodlikka, mustaqillikka erishish kunimiz shuncha tez suratda amalga oshqusi deb qaraymiz. Alloh subhanahu va taolo har birimizga bu shaklda qaraydigan iymon ato qilsin. Oldimizdagi moddiy narsa qarablam tushkunlashib, sen kimding, holing nima? Shundoq salbiy narsa ko'p anglaymiz biz. Sen holing qarab boqmamsan. Xitoy degan manda qolib ketgan tusa palampisdan. Ya'ni musulmonlarni tushkunlashtirish, oldidagi kofirni cho'ng ko'rsatish, buningdan boshqa gap yo'q, quruq gap sotadiganlarga nisbatan. Asla bundoq bo'lmasligimiz kerak. Bizning kaynimizda olamlarning Robbining bor ekanligini unutmagan shaklda harakat qilgan vaqtimizda Robbim shu iymonimizga ko'ra bizga harakat, bizga natija berdi. Alloh subhanahu va taolo umr bersa, ayati boshqa bir tema bilan yuz ko'rishguncha aman bo'lgaysizlar. Ijobatli duolaringlarda bizlar uchun ham duo qilib qo'shinglarni umid qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء